Meni yig'laganim hech kim ko'rmagan, chunki yomg'ir yog'ganda yig'laganman degan. Erkaklarni kim tarbiyalaydi? Ayolmi yoki erkak otami? Vaziyat tarbiyalaydi. Dahshat. Necha yoshdan farzand o'g'il bola ko'chaga chiqishi kerak? Necha yoshdan? Yoshligidan. Bola yoshligidan mana shu oyoq bosib boshladimi? Ko'chada. Kech ko'chaga kesish kerak o'zidan. Kech ko'chaga chiqsa-chi, uyatchin, odamlardan yiroq o'zini masofada ushlab turadigan bo'lib qoladi. Qo'shila olmaydi. Necha yoshgacha o'g'il bola yig'lashi mumkin deb o'ylaysiz? Necha yoshdan keyin yig'lashi, ko'z yoshini ko'rsatish mumkin emas? Erkak kishi yig'lamaydi. U faqat ichidan yig'laydi. Qalbdan yig'laydi. Yig'lagani erkak ko'z yosh qilmaydi, u xotinga o'xshab. Ichida yig'lagani erkak bo'ladi. Ana u ichida bor-ku. Bir narsani qilib qo'yib turib, g'ururi bo'ladi-da, bunday nima kechirim so'rashga borib oriyat biladi-da, lekin ichida siqilib, lekin baribir o'zini yeydi. Tashqariga chiqarmaydi. O'sha xafa qilgan odamni bor, ko'ngli olishga harakat qiladi. Tashqaridan yig'lash kerakmi, ichkarida yig'lash normami? Qaysi norma? Men hayotimda shunday stadionga chiqib, uydalik nima qilganimni o'tirib bo'kirib yig'lagan paytlarim bo'lgan. Hech kim ko'rmagan. Ko'rmagan joyda hech kimga ko'rsatib emas, birov ko'rib mana men yig'layapman. Lekin chiqib xumordan chiqib yig'laganman. Charli Chaplin aytgan. Meni yig'laganim hech kim ko'rmagan, chunki yomg'ir yog'ganda yig'laganman degan.